Windowsdan MacBook'ga o'tdingizmi? Tabriklayman. Ha, boshida hammasi noqulay tuyulishi mumkin. Nusxa ko'chirish qanday qilinadi yoki X nuqtasi nega chapda degan savollar qiynaydi. Bu esa normal holat. MacBook bu shunchaki qimmatbaho noutbuk emas. U sizni ishingizni osonlashtiradigan va albatta vaqtingizni tejaydigan bir gadjetdir. Ha, unda ishlash oson emas, lekin biz sizga bugun eng ommabop bo'lgan 10 ta eng yaxshi funksiyani ko'rsatib va tushuntirib o'tamiz. Birinchisi bu MacBookda Spotlight sistemasi, ya'ni sehrli qidiruv tizimi. Klaviatura pastidagi Command va Probable Space tugmalarini birgalikda bosing. Ekranning o'rtasida qidiruv oynasi chiqadi. Spotlight bu shunchaki qidiruv emas, u kalkulyator yoki valyuta konverteri sifatida ishlatilsa ham bo'ladi. Unga so'mda $100 qancha bo'ladi deb yozsangiz, sizga aniq ma'lumotni beradi va albatta boshqa programmani nomini yozsangiz, 1 sekundda u programmani ochib berish imkoniyati ham mavjuddir. Ikkinchisi esa bu Quick Load funksiyasi, ya'ni siz qandaydir faylni ochmoqchi bo'lsangiz, Windows MacBooklarda 2 marta bosib, uni ochishini kutishingiz kerak. MacBooklarda esa 1 marta bosasiz va Probable knopkani bossangiz bo'ldi. Faylingiz katta formatda ochiladi. Bu ishingizni juda ham tezlashtiradi. Probelni bossangiz, u yana yopiladi. Uchinchisi bu MacBookning trackpad'i. MacBook trackpad'i bu qandaydir mo'jizadir, chunki u bilan siz hamma ishingizni osonlashtirishingiz mumkin. Ikkita barmoq bilan siz xohlagan sahifangizda uning oxiriga tushishingiz mumkin va albatta 3 ta barmoq bilan ko'taradigan bo'lsangiz, sizda ochiq turgan vkladkalarning hammasini ko'rsatadi. Barmoqlarni yig'adigan bo'lsangiz, sizdagi menyudagi barcha programmalarni ko'rsatishi mumkindir. To'rtinchisi bu Split View funksiyasidir, ya'ni ekranni ikkiga bo'lib ishlash funksiyasi. Ekranning bir qismini dars qilish uchun, ikkinchi qismini esa programma yozish uchun ochib qo'yasiz. Bu juda ham qulaydir. Beshinchisi bu Multiple Desktops, ya'ni ish o'rinlarining 2 ta, 3 ta va undan ko'proq bo'lishi. Sizning glavniy ekraningizda ma'lumotlar ko'p bo'lsa, siz F3 knopkasini bosib, yangi ekran ochishingiz mumkin va u yerga alohida programmalarni qo'shib qo'yasiz va siz bemalol 3 ta barmoq bilan ulardan o'tib, bemalol ishlashingiz mumkin. Endi eng dahshatli joyi, agar sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, siz MacBook bilan juda ham dahshatli ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agar sizning MacBookingiz va iPhone'ingiz bitta iCloud ishlaydigan bo'lsa, unda universal clipboard funksiyasi mavjud. U bilan birga siz bemalol iPhone'dan nimadirni nusxasini ko'chirib, bemalol MacBookka tashlashingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham oson va tez amalga oshadi. 7-inchisi esa bu iPhone Mirror nomli funksiyadir. Ya'ni siz iPhone'ingizni ichidagi ma'lumotlarni bemalol MacBook orqali boshqarishingiz mumkindir. Bu eng so'nggi va eng zo'r fishkadir. Telefoningiz sumkada yoki boshqa xonada quvvatlanib yotgan bo'lsa ham, Mac ekranida to'g'ridan-to'g'ri iPhone'ingizning nusxasini ochib, uni boshqarishingiz mumkin. Telefonga kelgan xabarlarga kompyuter klaviaturasida javob yozasiz, dasturlaringizni ochasiz, hammasi notebook ekranida. 8-inchisi bu hamma biladigan AirDrop funksiyasi. Siz iPhone'ingiz va MacBookingiz o'rtasida qandaydir ma'lumot ulashmoqchi bo'lsangiz, soniyalar ichida AirDrop orqali o'tkazsangiz bo'ladi. Eng asosiy foydali tarafi bu sifat yo'qotilmasligidir. 9-chi foydali funksiyamiz bu ekranni yozish va screenshot qilishdir. Mac'da ekranni rasmga olish yoki videoga yozish uchun alohida dastur tortish shart emas. Command plus Shift plus 3 knopkasini bossangiz butun ekranni rasmga oladi. Command plus Shift plus to'g'rini bossangiz faqat o'zingiz belgilagan joyni rasmga oladi. Juda oson va tez. 10-chi va eng oxirgi funksiyamiz bu Preview, ya'ni prosmotr funksiyasidir. Keling, uning qanday foydali taraflari borligini ko'rib chiqamiz. Bu shunchaki rasm ochadigan dastur emas. Uning ichida PDF fayllarga elektron imzo chekish, trackpad orqali barmoq bilan imzo chizish mumkin va hatto rasmlardagi orqa fonni bitta knopka bilan qirqib tashlash funksiyalari bordir. Xo'sh, bu funksiyalarning qaysilari sizga yoqdi-ku, qaysilari yoqmadi? O'zingiz qaysi funksiyani ishlatasiz va qaysi funksiyalardan foydalanishingizni izohlarda yozib qoldiring. Biz albatta ular to'g'risida ham video olishga harakat qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va Broseri sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Macbro'da ko'rishguncha xayr.